Ravshan, assalomu alaykum, Xormay, so'msizlar. Xo'p, xizmatlar haqida bir aytib bersangiz. Xizmatlarimiz tuzilgan o'tbetlar ishlamaydigan verilarni olib qolib, masalan, kamera paklishgan shinalarni almashtirib, kerak joylarni tuzatib, hammasini to'g'rilab ishlaydigan qilib beramiz. Zo'r. Hamma belgilar. Hop. O'rtacha qancha vaqt oladi, misol uchun, belgilarni to'g'rilash? Verilarni to'g'irlash o'rtacha ishiga qarab 10 minutdan, yarim soatdan 1 soatgacha vaqtingiz oladi. Bo'ldi, ketdi. Endi yangi zapchastlardan bir ko'rsatib tushuntirib bersangiz. Belgilarga mana. Qoldirib yoqib oling hammasini. Ha. Hamma oluvroqmi? Keyin tezlashtiramizmi? Men bularni ko'rdim bu anaqasi qolmabdi. Svetlarimizni. Keyin podstavkalisi zo'r qulay ekan, a? Telefon podstavkali. Mana bu yerda ham bor. Telefon qo'yishga. Zo'rlar. Yorug'liklari hammasi yaxshi. Udlin telebili anaqasi. Signallari ham bor. O'zida hammasi signallari. Bemalol mana. Zaryadli bu, to'g'rimi? Batareya solinmaydi. Telefonga o'xshab anaqadan zaryad qilinadi. Zamon talabi, quyosh panelligi ham chiqqan. Ha, shu zo'r. Hop. Reseptga kerak bo'ladigan hamma ehtiyot qismlari bor. Aha. Kelib bemalol tuzatib ketaveradi. Debda aytib o'ting hammasini. Xo'p, mana velosipedda asosiy ko'pincha ketadigan narsasi skors ko'p o'ynaganda, u yoqqa bu yoqqa almashtirganda mana shu narsasi almashtirib beradigan universal skors o'tkazadigani. Mana shu narsasi juda ko'p ketadi. Qancha ketadi o'rnatib berish ishi? Bu 30 ming so'm turadi. O'rnatib berishi bilan 50 ming so'm bo'ladi xizmatlari. Xo'p, mana bu yog'iga velosipedda hozir pachinilari oldingida ham zo'ldir pachinni emas, mana bunaqa krom pachinniklar o'rnatiladi. Bunga alohida o'qla chiqarilgan. Mana o'qlagi shu o'qlaga mana qolipda bo'lib kiyg'iziladi, qotirilib qo'yiladi. Eskisidan nimasi yaxshi buni? Eskisidan ham tezroq yuradi, ham yumshoq yuradi, ham konus regrovkasi yo'q. Balonni siqib qoldi, yurmayapti, samotarmajeniyasi bo'lmaydi bunda. Zo'r. Har xil yana ehtiyot qismlari bor. Rullari ham bor. Zo'r. Bitta anaqalari, krilolar, ramalar ham bor ekan. Krilolar bor. Orqasi atrajatili bor. Atrajatili, ha. Yaxshi plastikasi krilolar. Yana krilolar ham bor. Ramalar ham bor ekan. Ramalar ham bor. Hop. Diskalar, har xil turdagi diskalar bor. Hop. Orqada bolani o'tkazib ketaman deyishsa, masalan, bemalol bagajga o'rnatib qotirib beramiz. Zo'r, bolani ushlaydi, remellari ham bor. Zo'r. Bemalol o'tirib ketadi. Egarlar. Egarlar mana har xil egarlarimiz bor. Mana original egarlar bor. Qolipli. Mana xohlasa sportivniy, xohlasa kengroq. Hamma kim qanaqa xohlasa didiga qarab olaveradi. Qanchadan qanchagacha bular? Bular 40 mingdan boshlanadi, 100 minggacha. O'rnatib berishimiz bepul. Zo'r. Har xil bezash uchun yoki nimadir narsalar solish uchun mana o'zini sumkalari bor. Aptechka qilsa bo'ladi, pulishlarni solsa bo'ladi. Har xil turdagisi bor. Amortizatorlar ham bor ekan, mana bunaqa. Bu endi skuter ham. Skuterlarni ham zapchaslari bor, to'g'rimi? Bor, zapchaslari bor. Ma'lum qismi bor. To'liq emas. Skuterlarniki endi xudo xolisa. Lekin etilsa, bitta bo'lmasa, misol asosiy ketadigan narsalari bor deb o'tdi. Bo'lmay qolganini zakaz qildirib, etsa bo'ladi. Qildirib olib kelib beraveramiz. Bo'ldi. O'shanda ko'p narsa olamiz. Anaqalari eng arzon narxlardan bittasi Qibrayda. Shu Dasaf ko'chasidan o'tib ketganda Navoiyxona yonidagi joy. Xo'p. Mana shu anaqalar yengil diskalar ham bor edi,
Keyin anu pokrishka. Yozda eng ko'p teshilganda bolalar har bir kun anaqa almashtirganda yangi pokrishkalar bor dedingiz. Tikanni o'tkazmaydigan Antiprokolniy pokrishkalar. antiprokolniy. Внедорожный pokrishka desa bo'ladi-da. Bu shasseyniy varianti. Buni kengligi o'rtacha. Aha. Buni afzalligi ichida ikkinchi sloy o'zini narsasi bo'ladi, maxsus qoplamasi bo'ladi. Bu qoplamadan tikan ichkariga o'tmaydi kameraga. Bu hozir videoda ko'rsatib bera olmaymiz, kelib ushlab ko'rsanglar bilinadi. Da, ancha qattiq ekan. Qattiq. Ancha qattiq ekan. Qattiq qalin bo'ladi, mana oddiysini hisobida. Bu oddiysi. Bu oddiy. Oddiysi mana bundoq buralganda ham bemalol chiqadi, lekin bu unaqa plastmasga o'xshagan sal anaqa. No rezinka sifat. Shunga baquvvat. Bu mana bemalol bukiladi, bu unaqa oddiy emas bukilish. То есть buni taqqanda уже tikan yo'llarda yurganda ham o'tmaydi. Ha. Ham yumshoq yurishlarga boshqa turdagilar ham bor mana. Bu asfalt yuradi, to'g'rimi? O'sha anaqa. Narxini ayting, farqlarini? Narxlari 50 mingdan bo'ladi. Tikan o'tmaydigan antiprokolniylari 100 mingdan. Ha. Zato o'shanga stoyib 2-3 yil hech narsa tegmay, boshqa qilmay maza qilib yuradi odam. Hop. O'zi mana shu qibrayda shu xizmatlar bilan anaqa qilib kesinglar bo'ladi.